Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va studiyamizga tashrif buyurgan jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Navo telekanalida yangi ovoz davom etadi. Albatta yangi ovoz bugun sizlarga yuqori haroratni va yoqimli lahzalarni taqdim etishiga ishonamiz. Qolaversa jonli ijrodan bugun chin ma'noda bahramand bo'lasiz degan umiddamiz. Demak, yangi ovozning bugungi sonini tomosha qiling. Aziz teletomoshabinlar, o'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda bo'lgani kabi mana yangi mavsum ham kirib keldi. Bir necha ko'rsatuvlarimiz, bir necha tasvirga olish jarayonlarida biz shu narsaga amin bo'ldik. Ishtirokchilarimiz va hurmatli hakamlarimiz bizda juda ham yuqori taassurotlar qoldirishmoqda. Bugun ham mana shu an'anaga sodiq qolamiz va bugungi ko'rsatuvimizga taklif etilgan mehmonimiz hamda hakamimizni e'lon qilamiz. Demak, kutib oling, elimizning ardoqli san'atkori, o'zbek estradasining yorqin yulduzi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek, assalomu alaykum. Avvalo xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Studiyamizda. Bizni ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Endi Ulug'bek aka, siz yangi ovozda ilk marotabasiz, lekin hakamlik bobida menimcha birinchi marotaba emas. Ilgari ko'p bora ko'zimiz tushgan, aynan ko'plab shoularda ishtirokchilarning munosabatlarida baholab borganliklarini. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Azizlar, yangi ovoz teleshousiga o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi, ayniqsa Telegram manzilimizga buni ta'kidlab o'tishdan charchamaymiz. Juda ham ko'plab ijrolar kelyapti, rang-barang ijrolar, baland pardali yoki bo'lmasam shirin nolali ijrolar kelyapti. Biz albatta ularni saralagan holatda 3 nafarni studiyamizga taklif etganmiz. Shu narsa alohida e'tirof etilgan bo'lardi. Albatta, nafaqat milliy maqom mumtoz yo'nalishida, balki estrada yo'nalishida faoliyat yuritayotgan yoshlarimiz respublikamizda tala ekanligi albatta bizni quvontiradi. Mana shunday iste'dodli yoshlarimizdan biri, birinchi ishtirokchimizni taklif etamiz. Farg'ona viloyatidan San'atbek Mullaboyev. San'atbek, sizni ham yangi ovoz studiyasida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Omad tilaymiz. Va azizlar, ikkinchi ishtirokchimiz Jizzax viloyatidan Hojiakbar Tojiboyev Tarsakiylar bilan. Bemalol Omad tilaymiz. Va uchinchi ishtirokchimiz, qaysidir ma'noda ular mezbon sifatida ishtirok etyaptilar. Toshkent shahridan Bahodir Yo'ldoshev. Bahodir, sizni ham xush ko'rdik. Bugungi shouvimizda albatta sizga ham omad yor bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, demak, hayajonli lahza yaqin, ya'ni yangi ovozning haqiqiy ma'nodagi shartlarini boshlasak bo'ladi va hakamimizga, Ulug'bek akamizga bugun oson bo'lmaydi. Albatta, bugun ham kimnidir ko'rsatuvimiz so'ngida g'olib ekanligini bilib olsak bo'ladi. Demak, Ulug'bek aka, ko'rsatuvimiz shart haqida sizga qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugun ko'rsatuvimiz avvalo 3 ta shartdan iborat bo'ladi. Keling, birinchi shart haqida atroflicha ma'lumot. Ular birinchi shartda ixtiyoriy mavzuda ixtiyoriy qo'shiqni ijro etishlari mumkin. Ya'ni o'zlarini qanday qo'shiqni ijro etishga qodir deb bilishsa, aynan mana shu qo'shiqni bemalol ijro etib berishlariga biz imkoniyat yaratamiz. Albatta. Demak, hamma narsa tayyor, boshlasak bo'ladi. Sizni hakamimizning yonlariga taklif etamiz. Ishtirokchilarga omad tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, jonli ijro muxlislari, yangi ovozning birinchi shartini boshlaymiz va birinchi ishtirokchimiz San'atbek Mullaboyev boshlab beradilar. San'atbek, qanday qo'shiqni bizga taqdim etasiz birinchi shartimiz bo'yicha? Birinchi shartda ustozimiz Ozodbek Nazarbekovni Meni sevib qolsayding qo'shig'ini ijro qilib beramiz. Meni sevib qolsayding qo'shiqlarini tinglaymiz. Marhamat. Omad. Sen bog'dagi yilday sho'x bir dam orom olsayding, sen bog'dagi yilday sho'x bir dam orom olsayding, derlar orzuga ip yo'q, meni sevib qolsayding, derlar orzuga ip yo'q, meni sevib qolsayding, yoy nishonga yetmasdan fursat mag'lub etmasdan umrim o'tib ketmasdan meni sevib qolsayding, umrim o'tib ketmasdan meni sevib qolsayding.
shartli, ham quvonchli ham dardli, orzuyim bo'lmay gardli, mani sevib qolsayding. Orzuyim bo'lmay gardli, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Keldi mehring fursati, bo'lay vasling ulfati, sodiqligim hurmati, mani sevib qolsayding. Keldi mehring fursati, bo'lay vasling ulfati, sodiqligim hurmati, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Qadru qimmatin bilib, biroq nazarga ilib, ko'nglimga shafqat qilib, mani sevib qolsayding. Ko'nglimga shafqat qilib, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Umrim o'tib ketmasdan, mani sevib qolsayding. Mani sevib qolsayding, mani sevib qolsayding, mani sevib qolsayding, mani sevib qolsayding. Salomat salomat bo'ling. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artisti ustozimiz Ozodbek Nazarbekovning aynan mana shu qo'shiqlarni ochig'i qo'rqmasdan tanlaganingizga qoyil qoldim. Chunki har bir ishtirokchi o'zini ovoz imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qo'shiq tanlaydi. Umuman qoyil, keyingi shartlarda ham omad tilaymiz. Lekin birozgina hayajon sezildi. Farg'onamiz bu ijrodan keyin xalq tomoshabinlar sevib qolsa. Albatta. Hayajonni Farg'onaga tashlab kelgansiz degan umiddaman. Hozircha o'z joyingizga. Rahmat, salomat bo'ling. Ana endi azizlar, ikkinchi ishtirokchimizni taklif etamiz. Jizzax viloyatidan Hoji Akbar Tojboyev bizga qanday qo'shiqni ijro etib beradilar? Avvalambor assalomu alaykum. Yangi ovoz ko'rsatuviga kelganimdan xursandman. Hozir Saharni yomg'ir qo'shig'ini ijro etib bermoqchiman. Yurakka qo'yib, yurakka. Bir narsani alohida aytmoqchiman. Ulug'bek aka, mana shu ishtirokchilarimiz orasida va bugungacha bo'lgan shouimiz, ko'rsatuvlarimiz orasida eng yosh ishtirokchimiz hisoblanadilar. Bular Hoji Akbar. Taxmin yoshingiz nechida? 18, 17-18 yoshli ishtirokchilarimiz bizda yosh, eng yosh ishtirokchilarimiz. Xo'p, tinglaymiz, marhamat. Omad. Yomg'ir yog'adi tinmay, meni dardimni bilmay. Mayli yomg'ir yog'aver, sevgilimdan xabar olib kel.
maya yog'aver sevgilimdan xabar olib kel. Yomg'ir aytgin sen menga, nega hayolim faqat unga, nega o'ylayman faqat uni, meni yolg'iz sevgimni. Nega o'ylayman faqat uni, meni yolg'iz sevgimni. Eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab, seni yuragimda qayg'u. Aytgin menga, sevasanmi sen meni? Aytgin menga, aytgin sevgilim. Aytgin menga, aytgin sevgilim. Nahot unutding meni, unutding menga aytgan so'zlaringni. Baribir seni oldingga shoshilaman, chunki seni juda sevaman. Baribir seni oldingga shoshilaman, chunki seni juda sevaman. Eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab, seni yuragimda qayg'u. Aytgin menga, sevasanmi sen meni? Aytgin menga, aytgin sevgilim. Aytgin menga, aytgin sevgilim. Aytgin sevgilim. Aytgin sevgilim. Aytgin sevgilim. Aytgin sevgilim. Eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab, seni yuragimda qayg'u. Aytgin menga, sevasanmi sen meni? Aytgin menga, aytgin sevgilim. Aytgin menga, aytgin sevgilim. Aytgin menga, aytgin sevgilim. Hoji Akbar, gap yo'q, sog' bo'ling. Yozni jazirama issiq kunlarda mana shunday yomg'irni, bir salqinlikni eslatuvchi qo'shiq ijrosi uchun tashakkur deymiz. 3-ishtirokchimiz Bahodir Yo'ldoshev. Bahodir, qanday qo'shiq eshitamiz? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi yangi ovoz ko'rsatuvining birinchi shartiga ustozimiz Farruh Zokirov tomonidan repertuarlardan Необыкновенные глаза taronasini tayyorlab kelganmiz. Eshitamiz.
Годы, а река бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арыга я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я не был, в пустыне безбрежной, море в горах с пастухом у огня, эти глаза неотрывно и нежно, мне помогая, глядят на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. О, любовь моя, только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Но только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Come on, yeah! Быть такие необыкновенные глаза. Но только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Umuman Bahodir Yo'ldoshev deganda ko'z o'ngimizga yurtimizning mashhur insonlari keladi. Siz ham mana shunday mashhur inson bo'lib yuring, san'at olamida ovozingizga ko'z tegmasin. Tashakkur, rahmat. Aziz teletomoshabinlar, demak, birinchi shartimiz o'z yakuniga yetdi. Ijrolar umuman olganda yomon emas, lekin Ulug'bek akamizni talqinida, Ulug'bek akamizni ta'bir bilan aytganda ular qanday ballarni qo'lga kiritishdi, buni vaqt ko'rsatadi. Endi bizningcha albatta biz boshlovchi, bizning nazarimizda juda ham zo'r ijrolar bo'ldi. Maroq bilan tomoshabinlarimiz tomosha qildi, lekin bu bizningcha. Hakamimizning fikricha qanday? Demak, Ulug'bek akam ishtirokchilarimizga o'zingiz munosib tarzda shu 10 balldan oshib ketmasligi kerak. Eng yuqori ball 10, eng pasti 1. O'zi to'g'risi aytsam, odatda mana shunaqangi bir hakamlik qiladigan ko'rsatuvlar imkon qadar bormaslikka harakat qilaman. To'g'risi. Chunki kimdir ko'ngilni ortiq qo'yishdan qo'rqaman, kimdir bir kayfiyatiga ta'sir qilib olishdan qo'rqaman. Lekin
men ishonamanki, bugungi ishtirokchilarimiz bu narsadan aslo xafa bo'lishmaydi. Eng kerakligi shu yerda ishtirok etish o'zi. Meni ham taklif qilganingizda men xursand bo'lib keldim. Endi o'zimning fikrimni aytaman albatta, o'zimning bir tushunchamdan kelib chiqqan holatda har bir ijodkorning har birini o'ziga yarasha Xudo bergan ko'rinishi, iste'dodi, talanti bor. Kimni qanaqa ball berishga odam ikkilanib qoladi, lekin baribir qanaqadir mahorati, professionalligi masalan ajalib turadi. Birinchi ukamiz Sanatbek, to'g'rimi? Farg'onadan. Endi Farg'onada juda ham ko'p ajoyib ijodkorlar, ustoz san'atkorlar chiqishganda, men o'zim juda yaxshi ko'raman. Farg'onaliklarni juda menimcha hammalik yaxshi qo'shiq aytishni biladi. Ularning qonida bor deydi-ku. Sanatbek ustoz san'atkor Ozodbek Nazarbekov qo'shiqlari juda ham chiroyli aytadi. Juda ham chiroyli aytadi. Menga juda ham yoqdi. Faqatgina endi men bitta fikr aytgan bo'lardim. Imkoniyat darajasi zo'r, lekin aytayotganda ozgina qo'llar bilan qanaqadir bir xarakterga kirib aytish baribir aktyorskiy deydi, sahnada qanaqadir shularni sahnada ishlatish kerak deb o'ylayman. Lekin juda ham zo'r. Endi 10 balli nima deydi? Tizimda 9 ball qo'yaman men Sanatbekga. O'zi undan ham ustunroq ballaga loyiqsiz Sanatbek. Omad. Endi keyingi Anvarbek Hojakbar. Sahar guruhini ijro qo'shig'ini aytganiga Anvar xayolimda. Hojakbar o'zi bir ajoyib bo'lar ekan, qarang o'tirishini. Odam kayfiyat ulashadi. Yig'ilgan qo'shiq ham kulib aytib berdi-da. Men maza qildim. Anvarni o'zi bir nima deydi? Hojakbarni qo'shiq aytayotganda xuddi bir fransuz odam o'zbek tilini o'rganib qo'shiq kuylaganga o'xshab kuyladi. Qanaqadir bir anaqalari bor ekan, nolalari bor ekan. Hech kimda yo'q. O'zini yo'liga solib aytgandek tuyulgan. Agar Hojakbar ozgina izlanishda harakat qilib, o'zingizni bir avtorskiy qo'shiqlaringizni yozib, harakat qilsangiz, ishoning sizdagi hozirda shunaqa ijodkor yo'q show biznesda. Tez odamlarning ko'ngliga kirib ketishda, qanaqa jalb qilishda sizga berilgan bir xususiyat bor. Xudoyimdan, Xudo xolasa men o'ylaymanki, zo'r, lekin menga juda ham yoqdi. Qanaqadir bir boshqacha aytdingiz. U Sahar guruhidan ham boshqacharoq qilib ketdi. Albatta sozandalar ham ajoyib, juda ham chiroyli chalib berishdi. Men Hojakbarga ham 9 ball qo'yaman. Endi 3-ishtirokchimiz Bahodir. Bahodir bu yoqda nima qotganiga men tushunmayman. Bir kelibdi-da, endi bir ko'rsatuvga bir chiqisi kelib. Endi Bahodir, men Bahodirni katta joylarga, xizmatlarga boraman, sahnalarga chiqaman, o'sha yerda bu ham xizmatdaligini bilamiz. To'g'ri, lekin hali xalqimiz juda ham bir tanib ulgurgan bir ijodkor emas, lekin san'atkorlar orasida professional darajasi bor bo'lgan ijodkor deb bilaman. Chunki men shaxsan o'zim bu bolani repetitsiyalarini ko'raman. Bog'liqli taraflari ham bor. Ya'ni bularning o'sha ijodiy rahbari, guruh rahbari, meni bir necha qo'shiqlarimni ham avtori desam bo'ladi, Baxtiyor Sobirov. Endi men hozir ko'rib turibman, mana Bahodirda nima zo'r. Birinchidan Bahodir o'sha qimillab aktyorskiylari ham bor-da, qanaqadir va cover qilib kuyladi qo'shig'i, shunchaki bir original holatda emas. Men endi qolganlar xafa bo'lmasa, Bahodirga 10 ball qo'ysam, menimcha juda ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Bahodir 10 ball. Va yana bir narsani aytaman Bekzod, o'sha Bahodir qo'shiq kuylayotgan paytda Ulug'bek aka birozgina hayrat yashira olmadilar. To'g'ri, bu ko'rsatuvimiz yangi ovoz, lekin Bahodir unchalik yangi ovoz emas. Ancha tajribaga ega. Men uchun uncha emas, chunki Bahodir tajribasi katta. Menimcha hech kim xafa bo'lmadi deb o'ylayman. Endi xafa bo'lmasliklariga Ulug'bek aka asos bor, chunki hali birinchi shartdan keyin ikkinchi shart ham bor. Bu birinchi shart hali hech narsani aniq hal qilib ulgurgani yo'q. Umuman olganda ikkinchi shartda ham balki birinchi ishtirokchimiz 10 ball, qolganlar 5 ball. Endi bilmadim endi. Xullas kalom endi ikki o'zi tayyorlab kelgan qo'shiq aytyapti-da, to'g'rimi? Ikkinchi shartda sizga o'sha ko'rsatuvimiz boshlanishida qisqagina ma'lumot berdim. Yana tomoshabinlarimiz uchun ham bir eslatma tarzida aytaman. Ikkinchi shart azizlar, ko'rsatuv mehmoni, hakami Ulug'bek Rahmatullayev repertuarlardan kuylanadi. Demak, Ulug'bek aka, bu siz uchun ham qiziqarli shart bo'lishiga ishonchim komil. Qiziqarli, albatta. Bekzod, endi keling bu tomondan emas, u tomondan boshlaymiz. Ya'ni Bahodirdan, yuqori baloga ishtirokchi boshlab bersa, har doim birinchi bo'lish qiyin bo'ladi. Xo'p. Bahodir, bilasizmi, ikkinchi shart juda ham mas'uliyatli shart, chunki aynan jonli ijrodagi ijroingizni jonli tarzda mana shu studiyamizga tashrif buyurgan mehmonimiz kuzatadilar, tinglaydilar va baho beradilar. Qanday qo'shiqlarni eshitamiz Ulug'bek akamiz?
bugun Ulug'bek Rahmatullayev akamizni Kapalak degan taronalarni o'zim yaxshi ko'raman. Kapalak degan taronalarni tayyorlab keldik. Imkon qadar Xudo xolasa ijro qilib beramiz. Lekin qiyin ashula bir narsani desa, oson ashula emas. Izlaringdan o'pay kapalak, ko'zlaringdan o'pay kapalak, izlaringdan o'pay kapalak, ko'zlaringdan o'pay kapalak, g'unchalarning labidan tomgan so'zlaringdan o'pay kapalak, g'unchalarning labidan tomgan so'zlaringdan o'pay kapalak. Bir jonimga ming bitta jafo, gohi shohman gohida gado. Bir jonimga ming bitta jafo, gohi shohman gohida gado. Seni guldan meni yordan ayirmasin mehribon Xudo. Seni guldan meni yordan ayirmasin mehribon Xudo. Ko'zlaringdan o'pay kapalak, izlaringdan o'pay kapalak, g'unchalarning labidan tomgan so'zlaringdan o'pay kapalak, so'zlaringdan o'pay kapalak. Izingdan chopdim, kapalagim sendan mehr topdim. Gulzor ichra izingdan chopdim, kapalagim sendan mehr topdim. Sen ko'ngling topding, men netar o'z dilimdan o'tning dod topdim. Sen ko'ngling topding, men netar o'z dilimdan o'tning dod topdim. Gulday go'zal gulim kapalak, senga yetmas qo'lim kapalak. Termulaman ortingdan mag'zun, kel jonimga qo'ngin kapalak, kel jonimga qo'ngin kapalak. Salomat bo'ling. Kapalak qo'shiqlarini aynan Ulug'bek akamizning ajoyib qo'shiqlarini bizga taqdim etdilar va birozdan so'ng ularga qo'yilgan ballarni bilib olamiz. Hozir esa ikkinchi ishtirokchimiz Ulug'bek akamiz ta'kidlab o'tganlaridek, agar mehnatdan tolmasalar, mehnat qilishda davom etsalar, tez orada aynan yangicha yo'nalishga ega bo'ladigan va mana shunday kutilayotgan ijrochilarimizdan biri Hoji Akbar Tojboyevdan eshitamiz. Qanday qo'shiq?
Ulug'bek Rahmatullayevni ona qo'shig'ini ijro etib bermoqchiman. Ulug'bek akamiz ona haqida qo'shiqlari menimcha ko'p. Qaysi anu oramizda ona shumi? Ha, shu qo'shiq aytganlar. Omad ukam. Onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha, oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha, davlatimsiz hatto xasta holingizcha shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Istasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay, yo'lingizni yorituvchi chiroq bo'lay, shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Duo qiling, duoyingiz kerak menga, baxsh etdingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga, shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Tufayli birovdan kam bo'lmay o'sdim, shu paytgacha sarra alam ko'rmay o'sdim. Bu dunyoda bittagina sodiq do'stim, shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Istasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay, yo'lingizni yorituvchi chiroq bo'lay, shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Duo qiling, duoyingiz zarur menga, baxsh etdingiz hayot va pok yurak menga. Achinmaydi o'zingizdan bo'lak menga, shukur deyman boringizga, shukur ona, shukur deyman boringizga, shukur ona. Istasangiz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga men oyoq bo'lay,
ko'cha chiroq bo'lay shukur deyman boringizga shukur ona shukur deyman boringizga shukur ona shukur deyman boringizga shukur ona Hozirda rahmat salomat bo'ling. Ochig'i men bu qo'shiqni shaxsan o'zim muxlisman. Bu qo'shiqni menimcha juda ham ko'plab yoshlarimiz allaqachon sevib, eshitib, o'zlari ham xirgoyi qilishar. Shu qatorda biz ham onalarimiz baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Hoji Akbar salomat bo'ling. Keyingi shartlarimizda ham omad tilaymiz. Xo'p, endi San'atbekdan qanday repertuarlardan qaysi qo'shiqni eshitamiz? Ustozimiz Ulug'bek Rahmatullayev Sog'inib tonglar o'tguncha degan qo'shig'ini ijro etib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Rahmat. Uchrashib daryo bo'yida qo'l ushlashib yurar edik Majnun tog'larning bag'rida shirin xayol surar edik Sog'inib tonglar o'tguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan ko'priklarsiz qolar edik Sog'inib tonglar o'tguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha Sog'inib tonglar o'tguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha Sog'inib tonglar o'tguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha Sog'inib tonglar o'tguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha Rahmat. Ikkala ishtirokchilarimizdan 3 xil ijro tingladik va 3 xil mavzudagi qo'shiqlarni birgalikda eshitdik, mazza qildik, yayradik. Salomat bo'ling. Keyingi shartlarda ham omad tilaymiz. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Lekin men nazarimda Ulug'bek Rahmatullayevning ovozlariga aynan o'xshash ovoz bo'ldi. Hattoki o'sha oxirida degan joylargacha degan joylari kopirovka qilingan. Umuman olganda o'zi hozir mana shu ikkinchi nima deydi bosqichda hamma ishtirokchilarimiz qanaqadir O'xshash. zo'r His qilib yurakdan, zo'r o'sha bo'ldi. yuzingizdagi nima deydi? Yuzingizdagi san'atga o'xshatib qo'ydi. Bahodir juda bir kapalak qo'shig'ini bir ajoyib bir kuylab berdi. Professional darajada desam bo'ladi. Hoji Akbar juda qiyin ashula tanlagan ona haqida
qoyil qolish kerak. Juda ham zo'r etib berdi Hoji Akbar. Mana shu qo'shiq menga ko'proq yoqdi. Mendan ham zo'r etdi shu qo'shiq, rostdan aytaman. Men o'zim studiyaga kirganda bunchalik his qilmagandim. Qanaqadir men hozir qo'shiq kuylayapti. Endi hamma o'zidan imkoniyatidan, o'zini bir anaqasidan kelib chiqadi, bari qo'shiq. Lekin men maza qildim mana shu. Hoji Akbar qanaqa chin ko'ngilda aytganligi bilinib turibdi-da, menimcha. Bilmayman, necha bal qo'yishni bilmayman men boru. Keling bir boshdan bo'lmasa, mana bu safar Bahodirdan boshlaymiz. Bahodirdan boshlab o'zingiz bir munosib tarzda baholab berasiz endi. Keling, hammaligiga men 10 baldan qo'ydim mana shu ikkinchi turga. Bo'ladimi shunaqa qilsam? Uchalariga 10 baldan qo'yaylik. Bo'ladi. Hakam siz, endi siz nima desangiz shu bo'ladi bugun. Demak, 10 baldan qayd etib qo'yamiz. 10 baldan hammaligiga. Qaydnomada Bahodir hozircha siz oldindasiz. Ikkalaridan 1 baldan oshiqroq, lekin hali 3-shart ham bor oldinda. 3-shartni e'lon qilamiz. 3-shart albatta bu sof ovozda, ya'ni Begzod akapella. Ularga o'sha qaysidir o'zlari yoqtirgan qo'shiqda parcha xohlasa, Farg'ona yo'nalishida katta shulardan parcha kuylab berishlari xohlasa, milliy muntaq xohlasa, estrada. Umuman olganda ularga keling, Ulug'bekka tayyorgarlik uchun yana ham ovozlarini bir qizdirib olish uchun 5 daqiqa vaqt bersaydi. Biz mana shu 5 daqiqani albatta mazmunli o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni ko'rsatuvimiz mehmoni, hakami Ulug'bek Rahmatullayevdan bitta ko'rsatuvimiz uchun maxsus sovg'a bo'lishi kerak nazarimda. Qo'shiq eshitamiz. Qanaqa qo'shiq eshitamiz? Albatta, men quruq kelganim yo'q bugun. Fursatdan foydalanib, muxlislarimiz uchun qolaversa, bizni ko'rib turgan mana shu yangi ovoz ko'rsatuvi muxlislari uchun yangi bir qo'shiqni o'ylab qoldim, hozir bir premyera qilib ijro etib beraman. Agar muxlislarimizga yoqsa, tez orada mana shu qo'shiqqa klip ham olamiz. Uning uchun men iltimos qilardim. Sizlar kelayotgan mana shu yangi ovozga kelayotgan ijodkorlar tarafdan ham o'z fikrlarini qoldirsa, shu qo'shiqni siz menga aytib berasiz. Albatta. Klip olaymi yoki yo'qmi? Bo'ldi. Bu siz yordam. Lekin hozir studiyamizdagi tomoshabinlar klip oling degan e'tirofni aytsa kerak. Xullas kalom, hurmatli teletomoshabinlar, yangi ovozda bugun Ulug'bek Rahmatullayevning yangi qo'shiqlari ilk marotaba. Bu hali hech qayerda jarang sochgani, bugun ilk marotaba kuylanadi. Biz esa tinglaymiz. Agar sho'x qo'shiq bo'lsa, raqsga tushamiz, kayfiyatlarni ko'tarib, ishtirokchilarimizga 3-shartga omad tilaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, ana endi haqiqiy hayajonlarga boy tarzda 3-shartga ham yetib keldik. 3-shartga ishtirokchilar tayyor, sof ovozda ular o'zlari xohlagan bir ijroni taqdim etadilar, Ulug'bek akamiz baholab beradilar. Demak, ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Azizlar, yangi ovoz teleshousi davom etadi. Hammani yaxshi kayfiyat qamrab olgan. Bu qo'shiqdan keyin yaxshi kayfiyat bo'lmasligini iloji ham yo'q aslida. Ishtirokchilarimiz yana o'z o'rinlarini egallab olishdi. Ko'rinib turibdiki, ular 3-shart uchun tayyor. Ya'ni 3-shartni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Akapella janri ovoz imkoniyati ishga solinadi. Faqat ovoz imkoniyatini musiqasiz ko'rsatib berishlari kerak bo'ladi. Bu safar kimdan boshlaymiz? San'at, marhamat. Emon emon حبيبي يا نور يا سالي وحيالي عاشق عالسلي ولا كيرس في دالي حبيبي يا نور يا سالي حيالي عاشق عالسلي ولا كيرس في دالي حبيبي 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 يا نور عاي حبيبي 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 يا نور هاي حبيبي 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 يا نور يا سالي حيالي ولا كيرس في دالي حبيبي يا نور ولا كيرس في دالي. Katta rahmat. Arabcha qo'shiq eshitdik. Ana endi keyingi ishtirokchimizni taklif etamiz. Sof ovozda, akapella janrida bizga qanday qo'shiq ijro etib beradilar? Shohruxxonning Nigorim qo'shig'ini aytib bermoqchiman. Sizning yo'nalishingizga menimcha tushsa kerak. Eshitamiz. Qo'shiqlarim xafolan tayyor uchun tongda turib kulterdim daltor uchun baxt istadim unda ko'nglim bor uchun o nigorim bir boqma
nigoram o'zildek u dildorim mening dildorim sen uchun jonimni beraman sen uchun faqat sen uchun nigoram bir boqmading nigoram o'zildek u dildorim mening dildorim Salomat bo'ling, katta rahmat. Qoyil. 3-ishtirokchimiz Bahodir. Nima tinglaymiz? Birinchi turda estrada ijrosi qildik, estrada stilida. O'shanga 3-turda imkon boricha o'zbek mumtoz kuylaridan Orifxon Xatamov musiqasi bilan Sobir Abdulla she'ri bilan Naylayin qo'shig'ini ozgina ijro qilib bermoqchi edim. Ko'p zamondir bir pariga mubtaloman Naylayin. Ko'p zamondir bir pariga mubtaloman Naylayin. Shul sababdan rangi ro'yima kahraboman Naylayin. Shul sababdan rangi ro'yima kahraboman Naylayin. Ahli dard do'stlarga aytmay kimga aytay arzimi nozini haddan oshirdi voy dilraboman Naylayin. Nozini haddan oshirdi voy dilraboman Naylayin. Salomat bo'ling, ijodingizni omad tilaymiz. 3-shartimiz, ya'ni sof ovozni ishga solgan holda, o'z ovoz imkoniyatlarini kelib chiqqan holda albatta ijrolarni taqdim etishlari kerak edi. Biz tingladik, musiqasiz juda ham menimcha qiyin. Lekin bular uchun juda ham chiroyli shart bo'ldi. Ulug'bek aka, nima deymiz endi? O'zi borgan sari qiyinlashib ketyapti. Bosh osonroq ekan. Yo'q, xalqimizda maqol bor, jo'jani kuzasa deymiz, lekin natijani 3-shartdan keyin bilamiz. Endi men bitta narsani aytmoqchimanki, bu yerga kelgan mana shu 3 ishtirokchi ukalarimiz, do'stlarimiz 200 tadir odamning ichidan tanlanganda, baribir, to'g'rimi? Qancha ijodkorlik topshirgan, o'zining mahoratini ko'rsatgan. Shuning ichidan chiqib shu yoqqa kelishi o'zi ham menimcha bu Xudoning nazari tushgan insonlar sizlar deysizlar. Shuning uchun men endi San'atbek ham arabcha Habibiy qo'shig'ini chiroyli bir qanaqadir o'zini anaqasida ijro etib berdi. Menimcha muxlislarga ham yoqdi-da, qarshilikdan bildim. Hoji Akbar ukamiz har chiqishida har xil odamga aylanib qoldi-da. Hammani menimcha o'zi Hoji Akbar Shohruxxonning muxlisi bo'lsangiz kerak, siz Shohruxxonning muxlisimisiz? Siz nafaqat ovoz anaqasi, ya'ni o'sha qiliqlarni ham qanaqadir o'xshatib yordingiz. Bahodir endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, men bilmayapman. Endi menda har doim bir prinsipim bor-da. Men bir prinsipga har doim rioya qilaman. Nima bo'lganda ham yosh ijodkor chiqib kelayotganda har doim qanaqadir e'tiborga, qanaqadir bir kimgadir suyanishni xohlaydi-da. Shaxsan menda shunaqa inson bo'lmagan yoshligimda. Xohlaganman kimlargadir suyanishni. Qo'llashni, uyalganman, etolmaganman, kimdir bilgan, balkim e'tibor qilmagan. Qilganlari ham bor, lekin baribir o'sha yetarli darajada bo'lmagan deb o'ylayman-da. O'zimiz shu yaxshi ham bo'lgan deyman, bir tarafdan harakat qilganimiz bir narsa. Bugungi kunda o'ylaymanki, biz yordam berishimiz kerak-da, mana bizga bo'lmagan narsani biz boshqalarga. Ularning kamchiligini qidirib, ustidan kulib, qanaqadir bir narsa topsang, u noto'g'ri deb o'ylayman-da. Inson sinib qoladi-da, yangi chiqayotgan narsaga qanaqadir
e'tibor qilib parvarishlasa ajab emas, kelajakda ming buzuq xatosini kamchilikni gapirsak, peshonasiga yozilgani bo'ladi, o'zini harakati bilan to'g'ri. Shuning uchun men hammaligini bir ovozdan 10 balldan qo'ydim. Mani boshqa ilojim yo'q, 10 balldan qo'ymasinglar. Rahmat. Chunki hammasi o'zgacha. Endi bu yerda Bahodir mana agar qo'yib berganim, yana boshqa uchlik bo'lganda men Bahodirni bu uchlikka qo'shmagan bo'lardim. To'g'risi, bu uchlikka Bahodir qo'shmagan bo'lardim. Chunki Bahodirdagi o'sha jarayonlar, imkoniyatlar, sozandalar bo'yicha balki boshqa ukalarimizda hali yo'qdir shu narsalari. Balkimda bu Bahodir xalqimiz o'sha professional xizmatlarda xizmat qilayotgan ijodkor. Nima bo'lganda ham, lekin baribir san'ati alohida taqsimga. Hammanglarga gap bo'lishi mumkin emas. Hammanglarga katta rahmat. Agar mendan xato o'tgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri qabul qilasizlar. Men ishonamanki, bu faqat yaxshiligiga rol o'ynaydi hayotingizda. Xudo xolasa, bundan keyingi bir mana shunaqangi bir chiqishlarda ishonamanki, hammanglar san'atbek zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hoji Akbar ko'proq o'shani ota-ona haqidagi mavzuga qo'shiqlar aytish ham yarashar ekan. Omad tilayman sizlarga. Hammanglarga 10 balldan men qo'yishga qaror qildim. Nima deysizlar? Hozir bilasizmi, Zanjir aka, orada 1 ball farq bor. Ya'ni Bahodirda 1 ball yuqori ball. Bu degani uchala ishtirokchilarimiz ham deyarli imkoniyat darajasi, ularning san'at ijro darajalari deyarli teng bo'ldi bugun. Lekin Ulug'bek akamni e'tiroflariga ko'ra, tajriba, hayotiy tajriba baribir o'zini so'zini aytadi. Chunki Bahodirda o'sha hayotiy tajribasi, o'sha ko'proq tadbirlarda ishtirok etgani bilinyapti. Qanday bitirgansiz? Maqomni bitirganmisiz? Konservatoriya maqom yo'nalishi. Ha, mana bilinib turibdi-da, baribir qanaqadir shunaqa anaqasi borligi. Endi bu ukalarimiz hali sal yoshroq, xudo xolasa, keyingilarni ko'ramiz. Bahodir agar tushib qolsa, balkim Bahodirni demak, bugun Ulug'bek Rahmatullayevni men fikrlarini keling bir joyga belgilab qo'yaman. Hali keyingi ko'rsatuvlarimizda yana ham kuchliroq, agar Bahodirga yana mosroq raqiblar chiqsa, Bahodirni yana bir taklif etib yana bir sinab ko'rishinglar kerak deb o'ylayman. Albatta, hamma ijodkorlarga, hamma ishtirokchilarga katta rahmat. Albatta, sozandalarimizga ham alohida men rahmat deyman, chunki darhaqiqat o'sha har bitta eshitgan qo'shig'imizni originalga yaqin bo'lgan holatda juda chiroyli chalib berishdi. Azizlar, qani endi natijani e'lon qilamiz. Natijani menimcha bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ko'pchiliklar allaqachon anglashdi. Balki unchalik qiyin bo'lmagan raqamlar bu yerda aks etgan. Hisoblab ham ko'rgan bo'lishlari mumkin. Bu yerda San'atbek Mullaboyevda birinchi shart 9, ikkita shartimizda 10, Hoji Akbarda ham xuddi shunday. Umumiy hisobda 29 balldan va albatta uchala shartda ham bir xil ballni qo'lga kiritgan Bahodir bugun qaysidir ma'noda ramziy, albatta kimdir g'olib bo'lish kerak. Ramziy ma'noda Bahodir Yo'ldoshev bugun g'olib deb e'tirof etamiz. Mana bu qarsaklar sizga Bahodir. Endi Ulug'bek aka, albatta mana shu ishtirokchilarimizning yangi ovoz teleshousining maxsus sertifikatlari bor. Mana shu sertifikatlarni o'z qo'lingiz bilan topshirib qo'ysangiz, biz ularni yana bir bora yangi ovoz sahnasiga taklif etamiz va sizni ham. Marhamat. Qadrli yurtdoshlar, studiyamizga tashrif buyurgan jonli ijro muxlislari, o'ylaymizki, ortda qolgan daqiqalar, soatlar mobaynida biz bilan aslo zerikmadingiz. Sahnadagi jonli ijrolardan mazza qilib bahramand bo'ldik. Ulug'bek akamiz hozir ayni damda aynan ishtirokchilarimizni mana shunday maxsus sertifikatlarimiz bilan taqdirlab qo'yadilar. Albatta. San'atbek ukamizni chin qalbimdan tabriklayman. Ukam omad, zo'r. Xudo xolasa duetlar ham aytamiz, xudo xolasa. Nasib qilsa albatta. Tojiboyev, Hoji Akbar. Zo'r bola ekanda. Kel bag'rimga bosdi. Zo'r. Oilaga men nomidan kattakon salom. Ona qo'shig'i uchun rahmat va albatta Bahodir. Yo'ldosh Bahodirga bermasangiz shuni. Tabriklayman ukam. Omad, faqat omad. Sizlarga men omad tilayman. Xafa bo'lmaysizlar. To'g'risi aytganda, mana shu 3 yil ishtirokchi mendan ham kuchli taraflari borligini men o'zim uchun bildim. Xudo xolasa yanada ko'proq harakat qilsa ishonamizki, biz ham muxlisiga aylanib ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Men haliga aytganimdek, biz faqat bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, chunki birgina gap insonning taqdirini, hayotini o'zgartiradi, yaxshi tarafga va yomon tarafga. Ishonamanki, mana shu yangi ovoz ko'rsatuvi sabab bo'lib, hayotda muxlislarga ega bo'lgan, xalqimizga kerakli bo'lgan eng kerakli tarbiyaviy ahamiyatni birinchi o'ringa qo'yib ijod qiladigan ijodkor bo'lishingizga tilakdoshman va sizlarga mana shu ko'rsatuvni barcha ijodkorlarga rahmat deyman. Darhaqiqat bugungi kunda eng kerakli ko'rsatuvlardan biri bo'libdi va ishtirok etganim bu men uchun katta baxt. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.
Aziz teletomoshabinlar, biz bugungi Yangi ovoz teleshowusida albatta sizlarga yoqimli lahzalarni taqdim etishga harakat qildik. Hali Yangi ovoz teleshoularimiz davom etadi. Keling, fursatdan foydalanib o'z rahmatlarimizni studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimizga yo'llab qo'yamiz. Eng avvalo studiyamizda ishtirokchilarimizni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlagan siz aziz tomoshabinlarimiz, qolaversa qimmatli vaqtlarni ayirmasdan ekran orqali tomosha qilgan yurtdoshlarimizga alohida rahmat deb qolamiz va eng katta tashakkurimiz ko'rsatuvimizda mehmon bo'lgan va ishtirokchilarimizni ko'ngillarini cho'ktirmasdan, balki ularga yana ham bir ilhom bag'ishlagan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevga alohida rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Sozanda yigitlarimizga ham rahmat. Umuman hammaga alohida rahmatlarimizni izhor etamiz. Har qancha tashakkur izhor etsak arziydi, sababi Yangi ovoz yangi iste'dodlarni kashf etishda davom etadi va ko'rsatuvimizni yuqori darajada o'tishiga albatta ko'plab insonlarimizni hissalari qo'shilar. Unutmang, Yangi ovozda ishtirok etish shartlari juda ham oddiy. Buning uchun siz mana shu ekraningizda namoyon bo'lgan Telegramdagi Yangi ovoz Navo manzilimizga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar bilan birgalikda 1 daqiqalik video ijroni yuborishni unutmang. Biz esa sizni albatta hakamlar hay'ati bilan baholagan holda mana shu ko'rsatuvimizga taklif etamiz. Esingizda bo'lsin, Yangi ovoz yangi iste'dodlarni kashf etishda davom etadi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha izlar. Salomat bo'ling. Qalbimizda ezgulik, yoqimli navo, barchasini sizlarga ko'ramiz ravo. Maqsadimiz yagona, shu vatan uchun. Yangi ovozlar qani, bizga marhabo. Jaranglaydi zo'r sozlar, qish bahor kuz yozlar, biz bilan birga bo'ling. Yangi ovozlar, jaranglaydi zo'r sozlar, qish bahor kuz yozlar, biz bilan birga bo'ling.